Mücadele Suresi Medin'de nazil bolgan. Cemi 22 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah hakikaten eri toğrusida sen bilen münazirleşken ve Allah'a şikayet kılgan ayalının sözünü anladı. Allah işkinlarının sözünlerini anlap durdu. Allah hakikaten anlıgıçıdır, körgüçüdür. Sizlerden ayallarını zihar kılganlarının, yani ayallarını anılarının uçularına okşaş degüçülerinin ayalları, ularının anıları emesdir. Fakat ularını tuqqan ayallarla ularının anılarıdır. Halbuki ular, yani zihar kılgıçılar elbette yaman sözünü, yalgan sözünü kılıdı. Allah şek şübisiz ki tövbe kılgıçını, epu kılgıçıdır, mehbiret kılgıçıdır. Ayallarını zihar kılıp, andını kılgan sözüge, yani zihar kılganlıqıga pişayman kılganlar, ayal işkisi, yıkınçılık kılıştın ilgiri bir kulni azat kılışı lazım. Bunun bilen sizlerge vez nesiyet kılındı. Allah sizlerinin kılıvatkan işinlardan tuluq haberdardır. Azat kılışqa kul tapalmıgan adam, ayalı bilen yıkınçılık kılıştın ilgiri, u da 2 ay roz tutuşu lazım. Qiyarlıq yoki kasallik sababi bilan ro'za tutishga qodir bo'lolmagan odam 60 miskinga bir vaqt tomoq berishi lozim. Bu ahkam Allah va uning payg'ambari amr qilgan ishlarga tasdiq qilishinglar uchun bayon qilindi. Bular Allah'ның qonunidir. Bu qonunni inkor qilguvchilar qattiq azobga duchor bo'ladi. Şübhisiz ki Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaşkanlar, ulardan burunqılar halak kılingandek halak kılındı. Biz hakikaten halal, haram, perz ve ahkamlarını öz içine algan roşen ayetlerini nazil kıldık. Kapırlar har kılgıcı azapka duçar buludu. O günde Allah ularının hemmisini tirildirdi. Ularının dünyadaki çağda kılgan kılmışlarını eğitip berdi. Allah ularının qilmishlarini nomi amaliga xotirlab qo'ygan. Ular bo'lsa unutib qolgan. Allah hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Allah'ның osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turdiganligini bilmamsan. 3 odam pichirlashir ekan, Allah ularning 4-chisidir. 5 odam pichirlashir ekan, Allah ularning 6-chisidir. Mayli uningdan az yoki ko'p odam pichirlashsin, ular qayerda bo'lmasin, Allah hamon ular bilan billadir. Ondan qiyomat kuni ularning qilmishlarini Allah ularga aytib beradi. Allah haqiqatan hamma narsani to'liq bilguchidir. Pichirlashishdan mani qilingan, ondan mani qilingan narsaga qaytgan kishilarni ko'rmadingmi? Ular gunoh bilan, zulm bilan va payg'ambarga qarshi turish bilan pichirlashidi. Ular sening yoningga kelganda, Allah sana salom qilishda qo'llanmagan so'zlar bilan salom qiladi. Ular o'z ichida Allah nemishqa bu so'zimiz bilan bizni jazolamaydi deydi. Do'zax ularga kupoyidir. Ular dozaq kirdi. Dozaq nima degan yomon joy. Ey mo'minlar, sizlar pichirlashsanglar gunoh, zulm va payg'ambarning amriga xiloflik qilish to'g'risida pichirlashmanglar. Yaxshilik va taqvodorlik to'g'risida pichirlashinglar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Sizlar uning dargohiga yig'ilisizlar. Gunoh to'g'risida pichirlashish mo'minlarni qayg'uga silish uchun shayton tarafidan bo'lgandir. Bundaq pichirlashish Allah'ның iradesi bo'lmasala mo'minlarga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ey mo'minlar, agar so'rinda ba'zilar sizlarga o'rin chiqarib beringlar desa, o'rin chiqarib beringlar. Allah sizlarga rahmatini va jannatini kengaytib berdi. Agar sizlarga boshqalarga o'rin bo'shitib berish uchun o'rninglardan turib beringlar deyilsa, o'rninglardan turib beringlar. Allah sizlardan iymon etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'tardi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Ey mo'minlar, payg'ambar bilan maxfiy so'zlashmoqchi bo'lsanglar, oldi bilan yo'qsullarga sadiqa berib, ondan so'zlashinglar.
Bu sizlar uchun yaxshiroqdir va pokroqdir. Agar sadiqa qildigan narsa topolmasanglar, sizlarga gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sizlar Rasululloh bilan maxfiy so'zlashishdan ilgari sadiqalar berishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdinglarmi? Sizlar sadiqa bermidinglar. Alloh sizlarni afu qildi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Qilayotgan ishinglardan Alloh to'liq xabardordir. Allohning g'azabiga uchragan qavmni do'st tutgan kishilarni ko'rmidingmi? Ular sizlargimi va u qavmigimi, ya'ni Yahudilargami mansub emas. Ular bilib turib yolg'ondan qasam ichidi. Ularga Alloh qattiq azob tayyorladi. Ularning qilmishlari nima degan yomon. Ular yolg'on qasamlarni qalqon qilib oldi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ular xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Ularning mollari va bolalari ularga oxiratda bo'ladigan Allohning azobidan hech narsani dafi qila olmaydi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. O kunda Alloh o'lganlarning hammasini tirildirdi. Ular dunyodagi chog'larda biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichidi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Ogoh bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ularning ustidan shayton g'alaba qildi. Shayton ularga Allohning zikrini unuttirdi. Ular shaytonning qo'shinidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shini ziyon tortquchilardir. Shubhisizki, Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashquchilar eng xor insonlar qatoridadir. Alloh Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari, yo qarindoshlari, yo urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdimi do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Alloh iymonni mustahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytdi. Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ulardan rozi bo'ladi. Allohdan ularmi mamnun bo'ladi. Ana shular Allohning qo'shinidir. Bilinglarki, Allohning qo'shini maqsadga erishguchilardir.